bizni batdan chiqib ketdi ekan. O'shanaqangi tupoy shuna da'vat qilayotganlar, shularga tushunmasdan quloq solayotganlar men aytaman-da, 14 ta madrasasi bor. 2150 taga yaqin masjidda 5 mahal baralla azon aytayotgan joy, vatan. 70 ming, mana shu kungacha 70 mingdan oshiq aholimiz, erkak ayol Qur'on kurslarini tugatdi. 70 ming, bu arab davlatida ham bo'lmaydi bunaqa. 1700 tadan oshiq masjidda xatmi bo'layotganini eshitib, arab davlat nahotki sizlarda shuna xatmi bo'layaptimi deb hayratlanyapti. 1700 tadan oshiq masjidda 3000 dan oshiq qori xatmiga o'tdi. Yana 10 mingta zapasda turdi kerak bo'lsa. Qur'on kursi ochilib 3 oylik kursda bemalol Qur'on o'qiydigan bo'lyapti. Yana qaytib aytaman, 70 mingga yaqin odam Qur'on o'qishni o'zlashtirib oldi. Yana qaytib aytaman, sifirda 2100 dan oshiq masjidda baralla azon aytilyapti. Kim mana nimaga masjidga kirding deyaptimi? Bag'iga olsiz. Mana hozir bitta oqimga a'zo bo'lmasa, birov mishig'izni pisht deyaptimi? Qonunga teskari ish qilmasiz, birov mishig'izni pisht deyaptimi sizga? Xo'p, soqolingni tartibga savol desa, bu bor-ku, bu bor narsa-ku bu. Bitta payg'ambarning hadislarini misol qiladi bular. Mo'ylovini kaltala, soqolingni o'z holiga qo'y. Xo'p, bu hadisdan olingan fatvoni ko'rdingmi sen? Shofiy nima dedi bunga? Hanbali nima dedi? Maliki nima dedi? Hanafiy nima dedi bunga? Quloq soldingmi sen?